Vaqti kelsa ancha-muncha erkak kishilar bitta ayolchalik bo'lolmas ekanmiz. Bir opa bor ekan, Sparki bor ekan, eri o'tib ketgan ekan, og'ir kasal bo'lib 3-4 yil oldin. Ayolga Spark olib bergan ekan o'tishdan oldin. Opa yangi masjid qurilayotgan joydan o'tib ketyapti. Bu nima deb so'ragan, yonida o'tirgan odamlardan so'raganda, masjid qurilyapti desa, bizning hududimizda eski masjidimiz yangilanyapti, yangi qurilyapti. 1 gektar joyga juda ham katta masjid qurilyapti. Qisqasi opa so'ragan, bu nima qurilyapti bu yerda degan, masjid qurilyapti desa, to'g'ri masjidga kirgan, o'shim imom bilan aloqaga chiqqan. Shu minib yurgan Sparkimni erimni nomidan ehson qilmoqchiman. Shu narsani sotishga yordam qilsanglar, meni ayol kishi boshim bilan bozor yurmay, erkaklar bilan gaplashib degan, qisqasi sotishga yordam berishligini so'ragan. Lekin shunaqa ayollar bor ekan, domla aytayapti, hozir ham o'sha Fotimalar, hozir ham Oysha onalarimiz bizni zamonimizda ham bor ekan deb xursand bo'lib aytayapti. Ayol kishilar erkaklar qilmagan narsani qilishi ham mumkin ekan. Bu narsa ko'pchilik